alaykum. Xudo xolasa mana bugun 14-yanvar ishlarimizni boshlab olganmiz. Klientlarimizga 6 metrli to'sin, vassa, 5 metrli ustun, sosna reka, sosna terapiyalar qilib berdik. 16 ta mana baquvvat to'sinimizdan yuklanyapti. 6 metrlikni. Xudo xolasa Quvasoyda takanasiga olib ketishyapti. Yuklanyapti 6 metrli to'sinlarimiz. 5 metrli mana ustunimizdan ham yuklanyapti. Ro'paradaydan. Bo'lsa, ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beryapmiz. Endi 80 kvadrat 2 metrli lapet vassamiz bu. 2 metrli lapet vassamiz yuklanyapmiz. 2 metrli yangi chiqqan lapet vassamizni. Bo'lsa, 80 kvadrat bundan pakanaga. Mana vassalarimiz bo'lsa, konkretniy vassalar. Bo'lsa mana vassamizni ham yuklab bo'lyapmiz. Oxirgi qatorini olishyapti. Bo'lsa mana yuklab bo'ldi. Yuklarimizni jo'natib berdik. Akanaga kimga kerak mahsulotlari zarur bo'lsa bizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ishdan chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar.